Ya'ni ular faqat dars bosim orasida qolib ketishmagan, ular faqatgina o'zlarini ko'proq vaqtlarini o'zlarining shaxsiy loyihalariga yetkazishadi. Haqiqatdan ham bola ta'limni, ilmni sevishni boshlaydi. Biz bolani kelajakka tayyorlab beramiz degan fikr bor, tushuncha bor. Ularning asoschilarida ham va ularning direktorlarida ham xuddi shunday tushuncha. Bir xil tushuncha. Farzandingizni kelajagiga befarq bo'lmaydigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, bugungi mavzuyimiz albatta ta'lim tizimi. Ya'ni bizni ta'lim tizimimiz naqadar barbod ekanligini isbotlab berishga harakat qilaman va zamonaviy tizimlar to'g'risida ozgina gaplashib va asosiy narsa bolalarimizni, ya'ni bolalarni, o'quvchilarni kelajakka tayyorlash haqida bo'ladi. Ya'ni ularda qanday ko'nikmalar bo'lishi kerak kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari uchun va bu to'g'risidagi zamonaviy tadqiqotlarni sizlarga taqdim qilaman. Va bu metodlar hali yangi va birinchi marta eshitishingiz tabiiy. Ayniqsa bu albatta ota-onalarga yo'naltirilgan, ya'ni ota-onalar uy sharoitida qanday ishlar, qanday metodlarni qo'llasalar, o'zlarining farzandlarini kelajaklari uchun katta hissa qo'shishlari mumkinligi to'g'risida bugun fikr yuritamiz va zamonaviy metodlarni ko'rib chiqamiz. Shu sababli farzandingizni kelajagiga befarq bo'lmaydigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Sababi bu videoda siz uchun juda ham muhim metodlar aytib o'tiladi. Bugungi mavzuyimizni albatta tarixdan boshlamoqchiman. Tarixdan ta'lim va tarbiyaga juda ham qattiq e'tibor berilgan. Shunchalik e'tibor berilgani bitta misol bilan aytishimiz mumkin. Tarixda farzandlarni yoki bolalarni o'rgatish, bir narsaga o'rgatish so'zi qo'llashmagan. Nimaga desanglar, sababi o'rgatish faqat hayvonlarga o'rgatiladi, bola o'rgatilmaydi degan tushuncha bo'lgan qadimdan ota-bobolarimizda. Va shu sababli o'rgatish so'zini qo'llashmagan. Faqatgina ta'lim va tarbiya so'zi orqali ishlatishgan, qo'llashgan. Ta'lim va tarbiya har yerda ko'rsanglar, ta'lim va tarbiya. O'rgatish so'zi mustasno. Ya'ni shunchalik mayda detallargacha otalarimiz e'tibor berishgan ta'lim tizimida, tarbiya tizimida. Xo'p, bizning hozirgi ta'lim tizimimiz barbod ekanligi sababi shundaki, bizni an'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi yagona haqiqatni biladigan inson sifatida gavdalanadi va o'quvchini esa savolsiz qabul qiluvchi sifatida tarbiyalaymiz. Ya'ni uni fikrlashga haqqi yo'q, o'quvchini fikrlashga umuman haqqi yo'q. Bu model 19-asrda, sanoat asrida itoatkor ishchi kuchini yetishtirish uchun kerak bo'lgan. Ya'ni sanoat asrida albatta itoatkor, fikrlamaydigan, xuddi robot kabi insonlar kerak bo'lgan tabiiy holatda va shu sababli mana shu modeldan foydalanishga, mana shu ta'lim tizimidan foydalanishga, chunki ularga itoatkor ishchi kuchi kerak bo'lgan va shu sababli mana shunday usul dunyoda tarqalgan va biz hali ham kelajakka nazar tashlash o'rniga hali ham tizimimiz ana o'sha 19-asr asoratlarida qolib ketganmiz. Ota-onalar esa bu tizimni qabul qiluvchisi va vositachisi desa ham bo'ladi. Ya'ni ota-onalarning ham qisman ayb bor, ularning ham fikr qarashlari ana shu 19-asrga tegishli bo'lib qolgan. O'tgan mavzuyda, ya'ni bola ta'limidagi sir mavzusida alohida to'xtalib o'tganmiz ota-onalarning xatti-harakatini. Misol uchun, men uni yaxshiligi uchun xohlamoqdaman, men bolamni yaxshiligi uchun xohlamoqdaman so'zi bilan boshlanadi bizning ota-onalarda va shu orqali bolaning miyasiga erishish degan bir narsaga, bir maqsadga erishish degan narsa funksiya kiritiladi bolaning miyasiga ota-ona tomonidan. Ya'ni bola ta'limni his qila olmay qoladi. Ya'ni ota-ona bolasidan bir narsaga erishishni talab qiladi. Olimpiadadan o'tishing kerak, imtihonlardan 100% o'tishing kerak, sifr sertifikat olishing kerak, A sertifikati olishing kerak, universitetga ega bo'lishing kerak. Faqat dard, ya'ni bu tizimda dard faqat ota-onalarning dardi bir narsaga erishish bo'lib qolgan. Va buni bolaning miyasiga kiritgandan keyin bolaning ham tabiiy holatdagi maqsadi faqat bir narsaga erishish bo'lib qoladi. Ya'ni u ilmni nima ekanligini, ta'limni nima ekanligini tushunmay qoladi. Faqatgina ta'limdan maqsad bir narsaga erishish degan narsa tushunib qoladi. Chunki ota-ona buni kiritadi. Ota-onaga nima kiritgan desa, albatta o'sha o'qigan ta'lim tizimi kiritgan uni miyasiga. Shu sababli ham ota-onalar bu narsani vositachisi. Albatta bu tizim o'zgarib qolmaydi. Ya'ni faqatgina ota-onalar o'zini fikrlashini o'zgartirsagina bu o'zgarishi mumkin bu tizim. Ya'ni ota-onalarning maqsadi bir narsaga erishish, yutuq bo'lib qolgan. Farzandini nima his qilayotgani ular uchun muhim emas, ikkinchi darajali bo'lib qolgan.
Ota-onasi bolaning baholari yuqori bo'lgani uchun muvaffaqiyatli bir o'quvchi sifatida ko'rmoqda, lekin hech kim u bolani ko'zidagi so'ngan nurni ko'ra olayotgani yo'q. Ya'ni bu tizim va ota-onalarning fikr qarashlari bolani shu ahvolga tushirib qo'ydi. Xo'p, endi zamonaviy tizimda qanday deydigan bo'lsak, shu haqida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni qanday qilib biz bolalarimizni o'zgartirishimiz kerak, ota-onalarning fikri qanday bo'lishi kerak desanglar, hozir bu haqida to'xtalib o'tamiz. 10 yildan keyin bu yangi dunyoda kim oyoqda qoladi? Xo'p, Jahon iqtisodiyot forumining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, 2030-yilga borib insonlarda eng muhim bo'ladigan ko'nikmalar quyidagilar: tanqidiy fikrlash, tahlil, yaratuvchanlik va ijodkorlik, tadbirkorlik ruhiyati, raqamli savodxonlik, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va stressni boshqarish. Ya'ni tushunib turibsizki, farzandingiz 10 yildan keyin, ya'ni 20 yildan keyin muvaffaqiyatga erishish uchun mana shu ko'nikmalar zarur demoqda bu yerda. Tushunib turibsiz? Mana shu ko'nikmalar suv va havodek zarur deyilmoqda. Ya'ni maktablarda o'rgatilishi kerak bo'ladigan narsalar shular, ko'nikmalar demoqda. Bolada mana shu ko'nikmalar bo'lsa, kelajakda oyoqda qoladi, bo'lmasa yiqiladi degan narsani tushuntirmoqda. Va bu ko'nikmalarni rivojlantirish borasida videoni oxirida tavsiyalarni berib o'taman o'sha zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra. Bu ro'yxatda diqqat bilan qarasak, matematikadan testlarni 90% yecha olishi kerak degan joyini ko'rmaymiz. Tushunmoqsiz? Yoki ingliz tilini mana bunday darajada bilish kerak, mana bunday darajada bo'lish kerak degan joyi yo'q. Faqatgina bu yerda bolani fikrlashiga ko'proq e'tibor bermoqda. Ya'ni bolangizni kelajakda oyoqda tutadigan narsa uni fikrlashi bo'lmoqda. Chunki kelajakda hamma tushunib turibdi, 80-90% dan oshiqroq odam matematikani ham, ingliz tilini ham eplay oladi. Ya'ni buni uddalolmaydi. Ya'ni 12 yillik, 11 yillik o'qish davomida yoki 15 yillik o'quv davomida ko'p inson baribir matematika va ingliz tilini eplay oladi, lekin eplay olmaydigan narsa mana shu ko'nikmalar. Ko'nikmalar bu eng muhim omil farzandingizni kelajagi uchun. Misol uchun Singapur kabi o'lkalar o'quv dasturlariga future ready, ya'ni kelajak darslari kiritishdi allaqachon. Ya'ni bolalarni kelajakka tayyorlash uchun. Va Gollandiyadagi o'quvchilar 40% dan ortiqroq vaqtlarini o'zlarini shaxsiy proyektlari, ya'ni shaxsiy loyihalari uchun ketkazishadi vaqtlarini. Ya'ni ular faqat dars bosim orasida qolib ketishmagan, ular faqatgina o'zlarini ko'proq vaqtlarini o'zlarining shaxsiy loyihalariga yetkazishadi. Chunki Gollandiya ham tushunib turibdiki, ta'lim tizimi ham tushunib turibdiki, kelajakda mana shu narsa bola uchun muhim. Misol uchun biz ham yaqin kunlarda Farabiy o'quvchilari bilan, birgalikda o'quvchilarimiz bilan Maktabim kolleji, ya'ni Turkiyaning nufuzli maktablaridan biri Maktabim kollejiga borib keldik. U yerda ozgina ta'lim olishdi o'quvchilarimiz va u yerda ham borib o'rganganimda shu narsa ediki, ya'ni ular bilan yaqin hamkorligimiz bor va ularni ba'zi bir tizimlarni kiritganmiz va ularni tizimlardagi asosiy nuqta, asoschilari va direktorlari bilan gaplashganimdagi asosiy urg'u kelajakka tayyorlash bolani. Mana shu ko'nikmalar orqali bolani kelajakka tayyorlash. U yerdagi asosiy urg'u ingliz tili, matematikani zo'r qilamiz emas, balki biz bolani kelajakka tayyorlab beramiz degan fikr bor, tushuncha bor. Ularning asoschilarida ham va ularning direktorlarida ham xuddi shunday tushuncha, bir xil tushuncha. Bu to'g'risida alohida videomizni hali Farabiy maktabi YouTube kanaliga qo'yamiz. Hozircha obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin umumiy tushuncha ularda ham, Turkiyada ham umumiy xususiy maktablar, ya'ni nufuzli xususiy maktablarning ketayotgan yo'nalishi shu. Ya'ni bolani faqatgina kelajakka tayyorlov. Va asosiy kelajakka tayyorlov ana shu yuqorida aytib o'tganim ko'nikmalar bilan bog'liq. Misol uchun Finlandiyada o'qituvchilar majlis qilishadi. Va bu majlisda o'qituvchilar o'ylashingiz mumkin, nechta bola imtihondan o'tdi, nechtasi yiqildi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Majlis shu haqida bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin unaqa emas. Majlisda o'qituvchilar suhbat qilishadiki, o'quvchilar bu hafta o'zlarini qanaqa his qilishdi? O'zlarini ifoda qila oldilarmi va qiziqqan narsalari bilan mashg'ul bo'lishdimi o'quvchilar? Ya'ni savollar o'qituvchilar orasida bahs mana shu borasida bo'ladi. Tushunasiz? Bu haqiqatdan ham biz o'zbek ota-onalar uchun dahshatli tushdek ko'rinishi mumkin, lekin hozirgi tizim mana shunday ko'rinishda ketmoqda. Ya'ni bolalarga erkinlik berish yo'li orqali ketmoqda. O'zbekistonda ta'lim tizimi hali aytganimdek 19-20-asrga tegishli. Bolalarni iloji bo'lsa robot qilib, ma'lumot yig'ib, iloji boricha yodlab olishga qaratilgan.
O'quvchilarni nima o'ylaganliklaridan ko'ra ko'proq nimani eslab qolganliklari ahamiyatli biz uchun. Izohlash, analiz qilish, fikrlash ko'nikmalari esa e'tiborsiz va ahamiyatsiz. Kanada va Yangi Zelandiyada ham o'quvchilar guruh holida muammolarni hal qilib yechishadi, tortishishadi, bir masalani tadqiq qilishadi. Misol, Kanadada o'rta maktab o'quvchilari, ya'ni 5-sinfdan 8-sinf o'quvchilari suv zaxiralarini himoyalash, ya'ni qo'riqlash usullari haqida fikr yuritishadi. Tasavvur qilasizmi? Asosiy e'tiborlar shunga qaratilgan. Ya'ni muammolarni hal qilish 5 va 8-sinfdan boshlanmoqda allaqachon. Va Yangi Zelandiyada esa bolalar haftalik maqsadlarini aniq qilib qo'yishgan va shu orqali haftalik maqsadlari bo'yicha yurishadi. O'qituvchilar bilan birgalikda haftalik maqsadlar tuzib chiqishadi va shu narsani hafta davomida bajarishadi. Bu ham bolada mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Xo'p, menimcha yaxshi tushundinglar. Hozirgi ta'lim tizimi qanday ko'rinishda ketayotganini, ko'nikmalar, ya'ni asosiy narsa hozirgi dunyoda bolalarni mana shu ko'nikmalarni hosil qildirish bo'lyapti. Xo'p, endi zamonaviy tadqiqotlarni sizlarga aytib o'taman. Uy sharoitida qanday qilib bolalarda mana shunday ko'nikmalarni sekin-asta rivojlantirish usuli. Ya'ni bolalarni kelajakka qanday qilib sekin-sekin tayyorlash mumkinligi to'g'risidagi zamonaviy tadqiqotlarni aytib o'taman. Birinchi harakatingiz nimadan bo'ladi desanglar, bolangizni yaxshi tanishingizdan bo'ladi. Ya'ni siz bolam shifokor bo'lishi mumkin deb o'ylab yurgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni shuni xohlayapti deb yurgan bo'lishingiz mumkin, lekin bolangiz asl niyati unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Nimaga desangiz, siz misol uchun shifokor bo'lasan degan so'zingizdan keyin u ta'sirlanib shunga aylanib qolgandir, ya'ni shifokor bo'lishni xohlayotgandir. Shu sababli siz bolangizni asl qiziqadigan narsasini topishingiz kerak. Ya'ni uni yaxshilab tushunib, nimaga qiziqishi bor, qaysi fanda hayajonlanadi, qaysi fanda ko'zi yonib turadi, mana shuni bilishingiz kerak. Shunda haqiqiy bolangizni kashf qilgan bo'lasiz va uni ana shu narsa bo'ylab yo'naltirsangiz bo'ladi. Ya'ni uni qaysi fanlardan bahosi yaxshi ekanligiga emas, balki ko'zi qaysi fanda yonmoqda, ana shunga nazar tashlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi odimda nima qilamiz? Ikkinchi harakatimiz nima uy sharoitida? Uy faqatgina ovqat yeydigan yoki bo'lmasa kino ko'radigan joy emas, balki fikrlashni o'zgartiradigan, fikrlashni o'stiradigan joyga aylanishi kerak. Har hafta uyda bir o'qish soati belgilab qo'yishingiz kerak. Har hafta bir marta bo'lsa ham o'qish soati. Va shu bir kitobni o'qilgandan keyin boladan u to'g'risida kitob haqida fikrini so'rashingiz kerak. Bu yana bitta bir metod bolani fikrlashini o'zgartirishingiz uchun. Yoki bir hujjatli film deylik, hujjatli film ko'rdinglar va hujjatli filmdan keyin bolangizdan uni mana shu hujjatli film to'g'risida fikrini so'rashingiz mumkin. Bu ham bolani fikrlashiga ta'sir qiladi. Va keyingi narsa imtihonlar tabiiyki bo'ladi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bola baribir imtihonga kiradi. Lekin ana o'sha imtihonga kirib, unga imtihonni ta'sir qilishi bu sizni ota-onaning xatti-harakatiga bog'liq. Misol uchun, imtihondan farzandingiz chiqdi, siz aytsangiz, qanchasini yechding yoki qanchasini yecha olmading deb savol berishingiz bu eng katta xato. Balki unga savolni to'g'ri berishingiz kerak. Imtihonda o'zingni qanaqa his qilding? Ya'ni bu normal, bola uchun normal ta'sir qiladi. Agar siz qancha yechding desangiz, bolani fikriga kelib qoladiki, ota-onam uchun ko'p yechishim muhim ekan deb keyin safar ko'chirib bo'lsa ham imtihondan yaxshi yechishga harakat qiladi siz uchun. Lekin sizni yondashuvingiz bolani keyingi harakatiga bog'liq bo'lmoqda. Va farzandingizni imtihondan 100% ball olganda emas, balki mavzuni 100% tushungandagina olqishlasangiz arziydi. Yoki savollarni to'g'ri topganda emas, balki xato qilganida ham taslim bo'lmasdan yechim qidirishda davom etayotganda farzandingizdan g'urur tuysangiz bo'ladi. Farzandingizni mana shunday holatda mukofotlasangiz bo'ladi. Ya'ni savollar hamma topishi mumkin, lekin taslim bo'lmaslik hammani ham qo'lidan kelmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, maktabdan bola qaytib kelgandan keyin necha baho olding deb savol berish xato. Ya'ni uni o'rniga bugun nima o'rganding deb savol berishimiz kerak aslida. Shunda bu narsa bolaga boshqacha ta'sir qiladi. Haqiqatdan ham bola ta'limni, ilmni sevishni boshlaydi. Bo'lmasa u faqatgina baho uchun harakat qilishni boshlaydi. Hozirgi tizimimizga o'xshab. Yo baho uchun harakat qiladi yoki bo'lmasa ana shu bir narsaga erishish uchun harakat qiladi.
Misol uchun farzandni har bitta tarbiyasida detalni e'tibor berish kerakligini ikkita voqeadan keyin tushunganman. O'zim hayotimda bo'lgan ikkita voqeadan o'zim aytib beraman. Aynan farzand tarbiyasiga tegishli. Birinchisi, obro'li bir inson bilan birga o'tirgan paytimda, ish yuzasidan birga o'tirgan paytimda uni kichik o'g'li kelib qoldi. Bog'cha orasida birinchi sinflar atrofi. U bola keldi, kichkinagina bir yutuq bilan keldi ota-onasini oldiga, otasini oldiga, o'sha obro'li insonni oldiga kichik bilan yutuq bilan keldi. Ana o'sha inson, bilasizmi, farzandini ko'klarga ko'tarib yubordi. Sendan g'urur tuyaman, sen meni bugun baxtli qilding deb, ya'ni kichkinagina bir narsaga erishgan bo'lsa ham ana shu narsani katta qilib ko'rsatdi. Va qiziq nuqta shunda bo'ldiki, o'sha bola chiqib ketayotgan paytda eshigini yopmadi. Ya'ni o'sha xonani eshigini yopmasdan chiqib ketdi. Va ana o'sha qarshimdagi inson, o'sha obro'li inson qo'lida minglab xodimlar ishlaydi. Ana shu yerda ham 3-4 ta xodimlar bordi eshik yopadigan, lekin yopfaring deyilmadi, balki ana o'sha bolani qaytadan chaqirtirdi, o'g'lini qaytadan chaqirtirib eshigini yopishga buyruq berdi. O'zi yopsin dedi. Tushunib turibsiz? Kichkinagina maydagina detal deb o'ylashingiz mumkin, lekin mana shu kichkina mayda detallar keyinchalik qal'aga aylanadi. Katta narsaga aylanadi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim. Ya'ni bu ham bitta tushuncha, ya'ni bolani hozirdan mayda detallarga urg'u berib, tarbiyaga urg'u beryapti o'sha ota. Ikkinchi voqeani aytib beradigan bo'lsam, bir ziyoli insonni farzandi uyda televizorni buzib qo'yadi. Ya'ni televizor buziladi, shu bilan televizor tuzalmaydi. Ya'ni uni to'g'rilab bo'lmaydi. Va undan keyin ana o'sha inson aytmoqdaki, bolam shu televizorni buzib qo'ygandan keyin biz uyda 1 yilga yaqin televizor ko'rmadik. Televizorni qaytib olib kelmadim televizor buzib qo'yganligi uchun. Nimaga deyilsa, chunki uni farzandi miyasiga shuni kiritmoqchi bo'ldimki, bir narsa buzilsa, uni qaytib kelishi oson bo'lmaydi. Ya'ni bir narsani buzsang, uni qaytib olib kelib qo'yish oson bo'lmaydi degan tushunchani miyaga kiritish uchun 1 yil davomida televizor ko'rmagan. Albatta maqsad bolani televizordan uzoqlashtirish bo'lmagan, balki miyasiga bir fikrni kirg'izish bo'lgan. Ya'ni bir narsani qadrini yo'q qilsang, bir narsani qadriga yetmasang, uni qaytib kelishi oson bo'lmasligini bolaga singdirish uchun shu uslubni qo'llagan. Bu ham men uchun birinchi eshitganimda, farzand tarbiyasi uchun eshitganimda haqiqatan ham hayratga tushgan holatlarimdan. Bizda bu teskari-yu, misol uchun telefonni buzib qo'ysangiz, ertasi kuni boshqa telefonni olib kelib qo'yamiz, undan ham yaxshiroq telefonni olib kelib qo'yamiz bolalarimizga. Lekin tarbiya unday bo'lmas ekan aslida. Tushunib turibsiz-a? Bola oldimidagi keyingi zamonaviy tadqiqotlardan yana biri, bir narsaga guvoh bo'lsangiz, uy sharoitida bir narsaga guvoh bo'ladigan bo'lsangiz, boladan seni fikringcha shu to'g'rimi yoki nimaga ko'ra bunaqa fikrlayapsan degan savollarni uy sharoitida odatiy tusga kiritishimiz kerak. Tushunsiz? Birinchi savol, seni fikringcha shu to'g'rimi? Bolaga yo'naltiryapsiz. Ikkinchisi bo'lsa, nimaga ko'ra bunaqa fikrlayapsan? Bular tabiiy holatda tanqidiy fikrlashni o'stiradi. Yoki yangiliklarni ko'rib turib, yangiliklar to'g'risida uni fikrini so'rash. Bular ham tabiiy fikrlashni o'zgartiradi. Keyingi asosiy bolani kelajakdagi muhim ko'nikmalar bu texnologiya bilan qanchalik yaqinligi. Albatta bola qanchalik texnologiya bilan yaqinroq bo'lsa, texnologiyani yaqinroq tushunadigan bo'lsa, uni kelajakdagi o'rni shunchalik oshib boradi. Xuddi shunday yoshligidan bolaga albatta o'yin o'ynatganimizga yarasha albatta o'yinni qanday yasashlik to'g'risida ham tushuntirishimiz kerak. Yoki bir videoga, bitta vlog, bitta podkast ko'radigan bo'lsa, uni ortidagi mehnatni bolaga ko'rsata olishimiz kerak. Meni tushuncham bo'yicha hozirgi kunda har bir inson, ya'ni maktab bolasi montaj qilishni bilish kerak. Ya'ni kod yozishni shundoq ham tushunish kerak. Yozishni bilmasa ham qisman uni ichida nima borligi to'g'risida tushuncha bilish kerak. Ya'ni bu Python deyiladimi, Pythonga o'xshagan programmalar nima ekanligi to'g'risida umumiy tushuncha paydo bo'lish kerak. Ya'ni telefonda Telegram qanaqa ochiladi degan narsada uni ortidagi mehnatni bola tushuna olishi kerak deb fikrlayman. Va o'z navbatda har bir o'quvchi montaj qila olishi kerak. Ya'ni qisman mana shunday omillar ham bolalarni fikrlashiga, yaratuvchanligiga, ijodkorligiga ta'sir qiladi.
Mana shu narsalarni doimiy o'sib borishi undagi mana shu yaratuvchanlik o'sib borishiga katta xizmat qiladi. Va bilasizki, har bir daho albatta birinchi ishini yoki har bir milliarder birinchi ishini o'yin yasash bilan boshlagan. Xuddi shundoq bolangizga biron bir narsani yasashga ko'proq urg'u berilgani ma'qul. Bu albatta butun mutaxassislarni fikri shunday. Ya'ni unga qanday ko'nikmalarni taqdim qila olsangiz yoshligida, uni kelajagi shunga bog'liq bo'lib qoladi. Bugun umumiy zamonaviy tadqiqotlar va mutaxassislarning fikrlarini siz bilan bo'lishdi. Bularni birontasi meni fikrim emas. Barchasi zamonaviy tadqiqotlar va mutaxassislarning fikrini sizlarga taqdim qildim. O'z navbatda bolani rivojlanishi uchun o'zbekcha manbalardan ham ba'zi tavsiyalar qilishim mumkin. Misol uchun YouTube kanalida Xan akademiyasi bor, o'zbekchasi bo'lishi kerak. Xan akademiyasida juda ham ko'plab videolar bor. Bola har kuni bitta video ko'rishi bilan butun dunyoni hattoki kashf qilishi mumkin. Albatta bolalarga Xan akademiyani ko'rishni targ'ib qilinglar, bu ajoyib narsa va 12 yoshdan kattalar uchun esa tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun Kichkina shahzoda, Molxona kabi kitoblar albatta bolalarni tanqidiy rivojlanishini, ya'ni tanqidiy fikrlashi rivojlanishiga katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Shu sababli bu kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. Bu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.